Okalar shunaqa variant topib qo'yganman, ishoninglar. Вообще shikolat narxda. Videoning oxirigacha ko'rib turinglar. 111 kvadrat metrlik xonadon topib qo'yganman. Ancha arzon narxda. Bu kvartiramizni xohlasanglar, ikkalasini biznesga sirazi qilib foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar ikkita xonadonni birlashtirib yashavorsangiz ham bo'ladi. Kelgan joyimiz Sergeli bo'ladi. Okalar Sergeli mashina bozori mana bu yerda joylashgan. Sergeli dehqon bozori ro'parasida joylashgan. Mana mashina nastroykamiz 9-10 qavat bo'lyapti. Bu xonadonimiz 111 kvadrat metr bo'ladi. Kadastr hujjatlari bo'yicha atak o'zi akalar bemalol ikkita xonadonni mo'ljallab xohlasanglar ijaraga topshirib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar akalar ikkalasini birlashtirib yashab olsanglar ham bo'ladi. Planirovkasi vaqti zo'r ekan, shaxsan menga yoqdi. Bu podyezdimizning ko'rinishi bo'ladi. Liftlar ham bitta joylashgan. Bu 9-qavat bo'ladi. 10-qavatda ham xuddi shunaqa kirish eshigi joylashgan. Alohida qaranglar, kirib kelarkanmiz, katta prixoshkamiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda oshxona, tepada ham planirovka xuddi shunaqa holatda. Okalar gaz cho'chkalari qo'yilgan. Eng qiziq tomoni qaranglar. Bu yoqda ham derazasi bor, mana bu yoqda ham bor. Skvoznoy planirovka bo'ladi. To'g'rimizda umumiy sanuzolimiz, chat tarafda bu yerda radiatorskiy spalnik o'rtaylar bo'ladi. Bu domimizning orqa tarafiga qaragan balkoni bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita balkonli. Mana atmosferani qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Pastda detskiy plashatkalari bor, parkovkadan muammo yo'q. Mana xohlasangiz ijaraga qo'yib qo'ying, xohlasangiz o'zingiz yashab olsangiz bo'ladi. Yoq taraf ko'radigan bo'lsa, mana shu zinaga joy tashab ketilgan. Mana tepadan xohlasanglar mana shu joyni yopib olinglar-da, buni alohida kvartira qilinglar, tepani alohida qilsanglar bo'ladi. Har bitta kvartiramizni bemalol remont qilib 400-500 dollardan oyiga ijaraga qo'yib qo'ysanglar, yaxshigina daromad olib kelib turadi. Yo'q tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Buni detskiy xona qilib olasiz. Bu yana bitta balkonimiz yo'l yuziga qaragan. Mana ko'rishingiz mumkin, pastda ostanovka bor. Xo'p, endi tepasiga chiqamiz. Tepadagi xonadonimizni ham ko'rsataman. Planirovkasi bir xil okalar. Liftdan tepagacha chiqadi, ya'ni 9-10 qavatini xohlasanglar duplex qilib foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar alohida kvartira qilib remont qilib ijaraga topshirib olsanglar ham bo'ladi. Mana 10-qavatga chiqdik. Xuddi shunaqa eshik kirib kelaveramiz. Koridor. Faqat mana tam pergorodga qilib qo'yishgan bular. Bu yoq tarafda mana koridorimiz o'zi kengligi yomon emas. Ko'rasizlar. Bu yoq tarafda xuddi shunaqa oshxona, spalnik, ikkinchi balkonimiz, yoq tarafda mana umumiy sanuzol. Mana bu yerda zina qorasida xohlasanglar, boyatib o'tganda xohlasanglar yo'q forsanglar bo'ladi. Yoq tarafda detskiy xona, mana yo'l yuziga qaragan. Skvoznoy planirovka. Umumiy maydonimiz 111 kvadrat metr, narxi keladigan bo'lsa, starting narximiz 81900 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Sunnatga o'tib beradigan joylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan qoldiradi.